Assalomu alaykum aziz muxlislar. Mehrob o'z mehmoni loyihamizning bugungi mehmoni Toshkent shahar Yunusobod tumani Kamoliddin Orif al-Buxoriy jome masjidi noib imomi Qobul qori Odiljon o'g'li bo'ladilar. Qori aka, studiyamizga xush kelibsiz. Rahmat. Bilamizki, vatan mehri avvalo insonning o'z oilasi, mahallasi, kindik qoni to'kilgan joyiga mehr muhabbatidir. Vatanga muhabbatni biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning, sahobalarning hayotlaridan o'rganamiz, ibrat olamiz. Shunday ekan bugun biz vatan muqaddas maskan mavzusida Qori akamiz bilan suhbatlashamiz. Marhamat domla. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin val aqibatu lil muttaqin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا بار أنا شندا bir ulug' ayyom arafasida, ya'ni O'zbekiston qurolli kuchlari, O'zbekiston milliy armiyasi tashkil topgan kunlar arafasida, shuni bayram qilish arafasida diydor ko'rishib turgan ekanmiz. Barcha muxlislarimizni, xalqimizni mana shunday ulug' ayyom munosabati bilan muborakbod qilamiz. Tarix saboqlaridan ma'lumki, har bir insonning yuragida orzular bor, umidlar bor. Ushalmagan orzu niyatlarini ijobatini Allohdan so'raydi. Albatta bu orzu, yurakdagi armonlarni ushalishi, ijobati Allohning inoyati bilan bo'ladi. Qolaversa, o'sha yurtni tinchligiga, xotirjamligiga bog'liq. Qaysi yurtda tinchlik bo'lsa, qaysi yurtda xotirjamlik hukm sursa, insonning yuragidagi orzu, umidlar ham ro'yobga chiqar ekan. Sarvari koinot payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam o'zlarini bir muborak hadislarda marhamat qilgan ekanlarki, ikki xil ne'mat bor, lekin bu ne'matning qadriga meni ummatim yetmaydi. Shu ne'matlardan birinchisi tinchlik, xotirjamlik, ikkinchisi tansihatlik. Ana shu ikkita ne'mat hukm sursa, qaysi yurtda shu mujassam bo'lsa, albatta insonning yuragidagi orzular ham, niyatlar ham ijobat bo'ladi. 1992-yili 14-yanvarda o'zimizning milliy armiyamiz tashkil topdi. Bir paytlar taqdiri taqozosi, falayni gardishi bilan o'zga yurtlarda, yurtimizdan, xonadonimizdan, oilamizdan yiroq yurtlarda xizmat qilgan bo'lsak, farzandlarimiz endi o'zimizning yurtimizda xizmat qilish imkoniyatiga ega bo'ldi. 1993-yil 14-yanvardan rasman bu kunni bayram sifatida nishonlash an'anaga aylanib keldi. Endi bilamizki, qaysi bir yurtni boshqa bir millat taqirlamoqchi bo'lsa, o'sha yurtni xorlamoqchi bo'lsa, o'sha birinchi bo'lib vatanni bosadi. Vatandagi yurtni xo'rlashga harakat qiladi, uni hamiyatini yerga urishga harakat qiladi. Lekin qaysi bir inson qaysi bir yurtda tug'ilgan bo'lsa, kindik qoni qaysi joyga to'kilgan bo'lsa, o'sha joy bu insonga vatan. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning hayotlarida ham vatanga bo'lgan muhabbatni ifodasini biz hayotda ko'rgan, o'sha payg'ambarimiz hayotlarida ko'rganmiz. Janob Rasul akram sallallohu alayhi vasallam Makka-i Mukarramadan Madina-i Munavvaraga hijrat qilib chiqib ketayotganlarida Makkaga yuzlanib aytgan ekanlar: "Ey Makka, bolaligim, beg'ubor kunlarim o'tgan, yaxshi kunlarga guvoh bo'lgan yurt. Agar qavmim meni majbur qilmaganda, hech qachon men seni tashlab ketmagan bo'lardim." degan gapni Rasul akram sallallohu alayhi vasallam o'zlari aytgan ekanlar. Endi bu vatan qadri, vatan sog'inchi, vatanga bo'lgan muhabbat to'g'risida salafi solihinlarni ta'kidlariga, ularni qoldirgan meroslariga e'tibor beradigan bo'lsak, shulardan bittalari vatanga ta'rif berganlarda aytgan ekanlarki, vatan misoli bog' bo'lsa, o'sha bog'da yashab turgan, o'sib turgan har bir daraxt o'sha bog'ni bog'bonidek o'zini bilsin. Biz o'sha bog'ni bir bog'bonimiz. Endi gullab turgan bog'ni quritishga harakat qiladigan harakatlar ko'p bo'ladi. Qishni qahraton kunlari, yozgi saraton kunlari, chetdan esadigan shamollar bor. Mana shu gullab turgan bog'ni quritaman deb harakat qiladigan kuchlar bo'ladi. Kerak bo'lsa o'sha
o'zini bog'bon deb turgan, o'sha bog'da o'sgan har bir inson yuragini qoni bilan sug'arsin. Kerak bo'lsa himoya qilsin degan ekanlar. Mehrobda turgan imommi? Ya'ni dalada ketmon chopib turgan dehqonmi? Poda boqib yurgan choponmi? Agar vatan boshiga bir musibatli kun keladigan bo'lsa, Alloh ko'rsatmasin, o'zini ishini qo'yadi, qo'liga qurol olib vatan himoyasiga otiladi. Hattoki o'zini vatanini himoya qilish, vatan xorlansa, insonlarning hamiyati yerga urilsa, vatan vayronaga aylansa, vatanini himoyasi uchun jonini qurbon qilgan insonga shariatimizda shahidlik maqomi beriladi. Endi vatan himoyasidan qochish, vatan boshiga bir musibatli kunlar kelganda, dushman yov bostirib kelganda vatan himoyasidan qochib ketish gunoh kabiralardan, kechirilmaydigan og'ir gunohlardan bittasi ekan. Xorazmga Chingizxonning sanoqsiz lashkarlari hujum qilgan payt, yurt vayronaga aylangan paytlarda o'sha paytdagi valiyullohlardan Najmiddin Kubro jangga otlangan ekanlar. Qarib qolgan paytlari ekan. Najmiddin Kubro, siz qarib qolgansiz, tabarruk yoshga yetgan zotsiz. Jang qiladigan yoshlar bor deganlarda ham yo'q. Vatan boshiga musibat tushganda men chetda tura olmayman deb o'zlari qarib qolsalar ham qo'llariga qurol olib jangga kirgan ekanlar. Shunda bu zotning valiyligidan xabar topgan dushmanlar bir soatga jangni to'xtatamiz, Najmiddin Kubro jang maydonidan chiqib ketsinlar degan gapni aytishdi. Bir soatga jang to'xtatilar ekan, jang maydonidan chiqib keting degan taklifni berganlarda yo'q. Jonim fido bo'lsin vatan uchun dedilar. Bu gapni eshitgandan keyin yana shart qo'yishdi. O'zlari bilan 100 nafar yaqin odamlarni ham olib chiqib ketsinlar. Jangni to'xtatib turamiz. Vatan uchun jonim fido bo'lsin. Men jang maydonidan chiqmayman degan ekanlar. Jang qattiq bo'lib, qonli bir jang bo'lgandan keyin murdalar qalashib yotgan maydonni ko'rdik deb kitobda yoziladi. Shunda Najmiddin Kubroning butun vujudini kamonni paykonlari teshib ketgan holatda, qonga belangan holatda bir dushmanning bo'ynini g'ijimlab yotganda jonlarini fido qilgan ekanlar. Ya'ni jon taslim qilgan ekanlar. Shunda zotlar ham vatan himoyasi uchun, vatan boshiga musibat tushganda jang maydonidan tashlab chiqib ketmagan ekanlar. O'zlarini jonlarini halovatini o'ylamagan ekanlar. Hattoki Rasul akram sallallohu alayhi va sallamdan bir hadis borki, qaysiki bir banda o'zini yurtini, o'zini chegara hududlarini bir kecha posbonlik qilib qo'riqlaydigan bo'lsa, bir oy kechalari namoz o'qib, kunduz kunlari nafl ro'zalarini tutib ibodat qilgandan ham savobi ulug' bir ibodatga ega bo'ladi degan ekanlar. Hattoki o'zini yurtini, hududini, o'zini yurtini chegarasini dushmandan himoya qilgan, posbonlik qilib saqlagan inson nafl ibodatdan ham ulug' bo'lgan savobga, darajaga ega bo'lar ekan. Ikkinchi bir hadislarida Rasul akram sallallohu alayhi va sallam marhamat qiladilarki, 3 xil ko'z bor, qiyomat kuni do'zaxning otashiga harom, do'zax o'ti kuydirmaydi. Shu ko'zlardan bittasi Allohning hasratida yig'lagan ko'z. Xudoning hasratida yig'laymiz. Jannatda hasratida yig'laymiz. Do'zaxning otashidan qo'rqib yig'laymiz. Jannatda rohatiga ega bo'larmikinmiz deb yig'laymiz. Allohning hasratida yig'lagan ko'z borki, do'zaxning otashiga harom, bu ko'zni kuydirmaydi. Ikkinchi ko'z, ko'zining nurini Qur'onga to'kkan, ko'zi nuri Qur'onga to'kilgan ko'z ham qiyomat kuni do'zaxning otashiga harom dedilar. Uchinchi ko'z o'sha mijja qoqmasdan o'zini yurtini, o'zini chegara hududini saqlayman, dushmanning xavfidan, xatarlardan asrayman deb hushyor bo'lib, mijja qoqmasdan o'zini yurtini saqlagan ko'z qiyomat kuni do'zaxning otashiga harom bo'lgan ko'zlardan bittasi ekan. Endi bizni yashab turgan hududimiz Yunusobod tennis kortiga yaqin bo'lganligi uchun mahallamizdagi ko'p odamlar shu yerda xizmat qilishadi. Bog'bon bo'lib xizmat qiladigan bir akamizning hikoyalarini eshitib men o'zim mutaassir bo'ldim. Falastindan kelgan bir sportchi yigit musobaqa nihoyasiga yetgandan keyin afsus, ertaga yurtimizga ketamiz degan gapni gapirib qoldi. Shunda biz hayron bo'ldik. Vatanga ketish afsusmi? Vatanga ketish nadomatmi? Axir bu vatan-ku deganimizda to'g'ri. Lekin biz ketayotgan yurt, biz ketayotgan vatanda
har kuni o'q ovozlari eshitilib turadigan yurt. Xohlagancha ko'chada yura olmaymiz. Ko'chaga chiqqanda bir daydi o'q hayotimga xotima qo'yib qo'ymasmikin degan qo'rquv bilan ko'chaga chiqamiz. Ma'lum vaqtgacha komendantlik soati joriy qilingan. To'ylarimiz ham, xursandchiligimiz ham chegaralangan. Bolalarimizni qo'lidan yetaklab bemalol ko'chalarda yura olmaymiz. Lekin sizlar bir narsani qadriga yetinglar, ko'chada bemalol yuribsizlar. Bemalol nafas olasizlar. O'tbetdan bir daydi o'q kelarmikin degan qo'rquv qalbingizda yo'q. Kechasi tunda bo'lsin, ertalab tongda bo'lsin, bolalaringlarni yetaklab ko'chalarda istirohat qilib yurganinglarni ko'rib biz havas qildik. Shu narsadan biz mahrummiz. Sizlar bu tinchlikni, bu xotirjamlikni, erkin nafas olayotganliklarini qadriga yetinglar degan gapni gapirganda o'zimiz hayron qoldik degan gapni aytdilar. Haqiqatdan ham o'ylab qarasak, biz bu narsani qadriga yetmas ekanmiz. Bu narsani biz bilmas ekanmiz degan gaplarni gapirib, o'zlarining fikrlarini izhor qildilar. Endi albatta xalqimizda bir gap borki, musofir bo'lmaguncha inson musulmon bo'lmaydi degan gap bejiz emas. Musofirlikni ko'rganmiz. O'sha mustabid tuzum davrlarida Afg'onistonda xizmatimiz o'talgan, 82-84-yillari Kandagarda xizmat qilib turgan paytlarimiz jon bergan yurtdoshlarimizni ko'rganmiz, birodarlarimizni ko'rganmiz. Qo'limizda o'lgan bolalar oxirgi vaqtda ona, vatan deb turib jon berganlari, vatanning nomini tilga olganini guvohi bo'lganmiz. Samolyot kelib qo'nardi, yurtimizga ketadigan payt, xizmatdan ozod bo'lgan paytimiz, samolyotda zina poyalarini o'pib turib chiqqan paytlarimiz bo'lganki, endi o'lmay qoldik, salomat ekanmiz. Vatanimizni osmonini qayta ko'rar ekanmiz deb vatanga bir karra yana qadriga yetish imkoniyatlari tug'ilib, vatanga bo'lgan sog'inch, vatanga bo'lgan muhabbat qalbimizdan o'tgan o'shanda bir ulug' kunlarni biz o'zimiz guvohi bo'lganmiz. Endi oxirgi paytlarda mana imkoniyatlar berilib, yurtimizda juda ajoyib ishlarni guvohi bo'lyapmiz. Mana Qur'on musobaqalarini o'tkazish arafasida turibmiz. Ahli ilmlarimizga imkoniyatlar berilyapti. O'quv yurtlarimiz kengayyapti. Yurtboshimizning tashabbuslari bilan juda katta ishlar amalga oshirilyapti. Endi mana shu narsani qadriga yetaylik. Bir paytlar noto'g'ri bir yo'llarga, noto'g'ri bir aqidalarning qurboni bo'lib, har xil oqimlarga kirib ketgan, o'zini yurtidan, bola chaqasini bag'ridan yiroq bo'lgan mahkumlar o'zini xonadoniga qaytib kelishyapti. Af e'lon qilindi. Lekin payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamdan bir hadis borki, mo'min odam teshikda yotgan ilonga o'zini 2 marotaba chaqtirmaydi. Ya'ni mo'min odam o'zini 2 marotaba ilonni zahriga tutib bermaydi. Bir marta ilon chaqqandan keyin xulosa qiladiki, birinchi qilgan xatoyim keyingi qiladigan ishimga, keyingi qo'yadigan qadamimga dars bo'lsin, o'git bo'lsin deb o'zini to'g'rilaydi, to'g'ri yo'lga tushadi. Mana bu yerda masjid imomlari, mahalla oqsoqollari hamkor bo'lib, shular bilan tez uchrashib, suhbatlar o'tkazib turgan paytlarimiz o'zimiz guvohi bo'lganmiz. Endi bularning ham faoliyatiga, bundan keyingi faoliyatiga Alloh muvaffaqiyat bersin. Hayvonlarning tilidan bir zarbul masal bor. Qoziqqa bog'langan bir ho'kiz bilan bo'rining o'rtasida suhbat bo'ladi. Shunda bo'ri kelib ho'kizdan so'raydi: "Ey ho'kiz, sen kuching, quvvating bor, gavdang bor, haybatingdan yerni titratasan. Lekin nimaga qoziqqa bog'langansan?" Shunda ho'kiz javob bergan ekan: "To'g'ri, men qoziqqa bog'langanman. Meni qoziqqa bog'lagan egam peshonamni silaydi, suvimni beradi, xashagimni beradi, o'zini bolasiday qaraydi. To'g'ri, sen bugun shularni kuniga yarab turganliging uchun, jismingda quvvating borliging uchun xashagingni berib, suvingni berib turibdi. Kuchdan qolgan kuning peshonangni silagan egangning o'zi bo'g'zingdan pichoq tortadi" degan gapni gapirgan ekan. "Men bo'riman, lekin men ozodman, men hurman. Xohlagan joyda yuraman, xohlagan joyga boraman. Qazoy qadar yetgan kuni osmonga qarab jonimni beraman" degan gapni aytgan ekan. Shuning uchun ham Allomai zamon, Alloh rahmat qilsin, Alixon To'ra Sog'uniy o'zlarining kitoblarida bir narsani ta'kidlagan ekanlarki, o'zini mo'min musulmon degan inson, vatanga muhabbatliman degan inson 4 ta narsani qalbida mujassam qilsin. Agar shu 4 ta narsa uni qalbida bo'lmasa, u komil musulmon emas debdilar.
Shulardan birinchisi hur ozodlik. Ozodlik, hurlikka nima yetsin? Odam ozod bo'lsa, hur bo'lsa, uni ishda ham muvaffaqiyat bo'ladi. Ikkinchisi, o'zi topgan boyligiga o'zi egalik qilsin. Yer osti boyligi bo'ladimi, yer usti boyligi bo'ladimi? Bir paytlar bu boyliklarimiz haqqidir ketgan, kimlardir tashib ketgan. Lekin mana bugungi kunda o'zimiz egalik qiladigan paytlar tug'ildi. O'zini topgan boyligiga o'zi egalik qilsin. Ya'ni o'sha uchinchisi o'zini o'sha ozodligini, vatanini qadriga yetsin. Vatanini sevsin. Vatan muhabbati bo'lmasa, ya'ni u inson komil musulmon emas. To'rtinchisi, e'tiqod qilib kelayotgan dinidan adashmasin, e'tiqoddan adashmasin degan ekanlar. Mana shu 4 ta narsa qaysi bir insonni qalbida mujassam bo'lsa, o'sha yurt obod bo'ladi, o'sha inson mukammal musulmon bo'ladi deb ta'kid qilgan ekanlar. Shuning uchun mana har qancha o'ylab mushohada qilamiz, orzu qilamiz. Shunday yurtda yashayotganligimizga ming bor Allohga hazar shukrlar qilamiz. Ertalab tongda boshimizni yostiqdan ko'tarib xalqi xizmatlariga borgan paytlarimiz bo'ladi. Nechta to'yxonalarni bosib boramiz. Har bitta to'yxonaning oldida minglab odam ko'ramiz. Doshqozonlarda har kuni Toshkent shahrining o'zida tonna guruch damlanyapti. Shohi gadoga dasturxon yozilyapti, tekinga ehson berilyapti. Hech qaysi yurtda yo'q bu narsa. Men o'ylab qolaman, bu baraka qayerdan kelyapti ekan? Bu yozilayotgan dasturxonlarning zamirida nima yotibdi? O'ylab o'yimizga yeta olmaymiz, lekin o'zimizcha fikr qilamizki, buni orqasida turgan obidlar bor, ibodatda turibdi. Zokirlar bor, zikrda turibdi. Saxovat pesha insonlar bor, saxovat qilib turibdi. Yurtda g'amini yeb turgan rahbarlar bor. Yurtni tepasida turgan fidoi insonlar bor. Shularning xizmati, shularning himmati bilan mana shunday to'kin sochinlikni guvohi bo'lyapmiz. Shularning hammasini ko'zimiz bilan ko'ryapmiz. O'tgan yili Alloh rahmat qilsin, marhum yurtboshimiz Islom akani vafotlaridan keyin Rossiya televideniyalarida har xil ko'rsatuvlar bo'ldi. Shu ko'rsatuvlarning bittasini nomi "Время покажет" degan, vaqt ko'rsatadigan ko'rsatuv ekan. Meni ko'zim tushib qoldi. Qarab tursam, har xil odamlar O'zbekiston to'g'risida har xil fikrlarni bildirishdi. Shunda o'rta yosh rus millatiga mansub bo'lgan olimlardan bittasi gapirib bo'lgan bo'lsanglar, menga ham so'z bersanglar. Meni ham bir og'iz gapim bor dedilar. So'z berishdi. Sizlar bilib bilmasdan o'zbek xalqi millati to'g'risida, bu vatan to'g'risida har xil gaplarni gapirmanglar. Esinglardan chiqmasin. Moziga bir nazar tashlaylar. 41-yili ulug' vatan urushi yillari 650 ming yetim bola O'zbekistonga borganda, O'zbekiston xalqi bitta bolani yetimxonaga topshirgan emas. Bir magizni teng bo'lib yegan, bir qozondan ovqat yegan, bir nonni billa baham ko'rgan, ko'kragidan itargan emas. Endi xizmatimizning taqozosi ko'pincha qariyalar bilan, urush ko'rgan chollar bilan billa bo'lamiz. Otaxon, shu gaplar to'g'rimi? degan savolni bersak, to'g'ri bolam. Shu paytlar bo'lgan, xonadonimizga olib kelishgan, bizning xonadonlarimizda o'sha g'ayri millat bo'lgan odamlar yashagan. Taxmondagi ko'rpachalarni onam rahmanlik teylariga solganlarini men ko'rganman. Bitta oiladay bo'lib ketganmiz. Oxiri vatanlarga ketganda yig'lab xayrlashgan. Haligacha kelib xabardor bo'lib, holimizdan boxabar bo'lib turishadi degan gaplarni gapirgan otaxonlarning suhbatlarini men eshitdim. Endi o'zimiz o'sha paytlarni guvohi bo'lganmiz. 80-yillari otamiz dunyodan o'tgan bo'lsa, janozasini o'qish amri mahol bo'lgan paytlar bo'ldi. Onasiga Fotiha o'qishlik amri mahol bo'lgan paytlar bo'ldi. Lekin o'sha paytda ham bizning xalqimiz, e'tiqodli xalqimiz otasini bejanoza ko'mgani yo'q. Qizini benikoh erga bergani yo'q. O'zini e'tiqodidan, o'zini iymonidan adashgani yo'q. To'g'ri bir hidoyatda bo'lib, qo'lidan kelgan xizmatini qilganligini guvohi bo'lganmiz. Endi bu vatanni qadriga har qancha yetsak ham, vatanni tuprog'ini ko'zga sursak ham, vatan qadri to'g'risida, vatan himoyasi to'g'risida bugun suhbatlashdik. Alloh rahmat qilsin. Ustozimiz Fozilxor akani ruhlari shod bo'lsin. Vatan qadri degan bir she'rni qalam bilan ishor qilgan ekanlar. Muxlislarimizning hukmiga shuni havola qilishni maqsadga muvofiq deb topdik. O'zgalarga xizmat aylab, o'zga yurt qilsang havas, jon fido qilganda ham
o'zgalar hech bizdan demas. Millating yurting omondir, senga bordir e'tibor. Shu vatan qadriga yetkin o'zgalar o'g'lim demas. Taxtda yig'lab o'tdi Bobur bu vatan ishqi bilan. Kimki sevmasdir vatanni, u kishi odam emas. Sen vatan qadriga yetkin xokini ko'zingga surt. 7 iqlim bog'irog'i bir siqim tuproqcha emas. Sen vatanga sodiq ersang, yetkay vatan ham qadringga. O'zing qayda bo'lsang ham yurting seni tark aylamas. Ka'bani ko'rganda fozil yig'labon qildi duo. O'zbekistondir vatanim, o'zgasi darkor emas. Shu O'zbekiston vatanimizni, o'zga yurtlarni ham arozi, samoviy baloyi ofatlardan Alloh omonda saqlasin. To'kilayotgan qonlarga Alloh barham bersin. Yurtni taraqqiyoti, millatning manfaati, millatimizni, yurtimizni, vatanimizni tinchligi uchun kerak bo'lsa jonidan kechib, yurtidan, bola chaqasidan kechib posbonlik qilib turgan, xizmat qilib turgan barcha farzandlarimizni, aka-ukalarimizni Alloh o'zi hifzi himoyasida saqlasin. Yana takror sizlar bilan yaxshi kunlarda diydor ko'rishni Alloh nasib etsin. Mazmunli suhbatingiz uchun rahmat aka. Arzimas bo'lsa-da Mehrob.uz sovg'asi bor edi sizga. Mehrob.uz saytini faoliyatidan xabardormiz, kuzatib turamiz. Diniy idoramizni tasarrufidagi barcha saytlarni ko'ramiz. Bu saytga asos solgan Rahmatulloh Qori ukamizni ishlariga Alloh rivoj bersin. Diniy idoramiz qaysi masjidga yuborgan bo'lsa, qaysi topshiriqni bergan bo'lsa, o'sha masjidni obod qilgan, o'sha masjidni qavmi duo qilgan. Bu ukamizni ham ikki dunyosini Alloh obod qilsin. Vatan muqaddas dargoh. Uni himoya qilish, dushmanlardan asrash, yurt tinchligi va farovonligi yo'lida xizmat qilish barchamizning burchimizdir. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin deya sizlar bilan xayrlashamiz. Xayr, salomat bo'linglar, azizlar.